Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan UzVibe kanali. Hurmatli obunachilar, bugun biz sizlar bilan Gornishная filmini qisqacha ko'rinishda tomosha qilamiz. Agar sizlarga videolarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, unda iltimos kanalga obuna bo'lib, videolarga like bosib qo'ying. Filmni to'liq ko'rinishda bizning Telegram kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Telegram kanal manzili video ostida qoldirilgan. Qani tayyor bo'lsangiz, unda biz boshladik. Yosh qiz yangi ishga joylashadi, biroq uning xo'jayini bilan munosabatlari tezda yangi darajaga ko'tariladi. Milli ish suhbatiga keladi. U yerda uni darhol Nina Winchester kutib oladi. Nina Millining ma'lumotiga qarab, u bunday ish uchun o'ta yuqori malakali ekanini ta'kidlaydi. Ammo Milli shunchaki uy ishlarida yordamchi bo'lishni yoqtirishini aytadi. Nina qisqacha vazifalarni tushuntiradi. Jumladan, qizi Sesiliyaga qarash kerakligini aytadi. Turmush o'rtog'i Andrew uyni o'zi loyihalashtirgan. Uning bu yerda shaxsiy burchagi bor, lekin Milli u yerga xohlagan payti kirishi mumkin, chunki u endi oila a'zolaridan biridek bo'ladi. Milli chordoqdagi kichik xonada yashaydi. U bu yerda hamma narsani o'ziga moslab jihozlashi, hatto musiqani baland qo'yishi mumkin. Baribir birinchi qavatdan hech narsa eshitilmaydi. Nina hali yana nomzodlarni ko'rishini aytadi, lekin tezda qaror qabul qilishga umid qiladi. Milli uydan chiqayotib, bu uyga boshqa qaytmasligiga amin edi, chunki uning rezyumesi shunchaki yolg'on. U hatto ko'zoynak ham taqmaydi, shunchaki jiddiy ko'rinishni xohlagan edi. Haqiqatda esa Milli o'z mashinasida yashashga majbur. Ertasi kuni politsiya uni uyg'otib, bu yerda uxlash taqiqlanganini aytadi. Shu payt Millining telefoni jiringlaydi. Nina uni ishga olishga qaror qilganini aytadi. Milli xursand bo'lib yangi uyiga shoshiladi. Bog'bon Enso Milliga bir og'iz so'z demasdan diqqat bilan qarab turadi. Uyga kirgan Milli hayratda qoladi. Yaqindagina top-toza bo'lgan uy axlatxonaga aylangan edi. Kechqurun u Andrew va Cecilia bilan tanishadi. Andrew bu qiz kimligini tushunmaydi. Nina esa uy ishlariga yordam berish uchun xizmatkor yollaganini tushuntiradi. Andrew unga qolishga ruxsat beradi va xushmuomalalik bilan kechki ovqatga taklif qiladi. Ammo Milli yolg'iz qolishni afzal ko'rib rad etadi. Xonasida o'tirgan Milli derazani ochmoqchi bo'ladi, lekin uning ochilmasligini payqaydi. Nina xonaga ovqat ko'tarib kiradi. Milli xonaning kalitini va derazani ochish imkoniyati bor yo'qligini so'raydi. Nina biroz xijolat bo'lib, Millini asira kabi his qilmasligi uchun hamma narsani qilishini aytadi. Bog'bonga esa e'tibor bermaslikni maslahat beradi. Ketishidan oldin Nina unga mutlaqo yangi telefon sovg'a qiladi. Ishning ikkinchi kuni Milli uxlab qoladi. U shoshib pastga tushsa, Nina xuddi aqldan ozgandek hamma narsani sindirayotgan bo'ladi. Nina muhim yozuvlarini topa olmayotganini aytib, Millini ayblaydi. Andrew xotinini zo'rg'a tinchlantiradi va Millidan uzr so'raydi. Milli axlat to'kayotganida bog'bon Enso kelib, uning bu yerda nima qilayotganini so'raydi. Milli ishlayapman deb qisqa javob beradi. Enso Ninaning ularni kuzatayotganini ko'rib, darhol ketib qoladi. Uy tozalayotganida Milli kutilmaganda odam tishini topib oladi. Bu unga juda ham shubhali tuyuladi. Keyinroq Nina Millining dam olish kuni bo'lishiga qaramay, uni uyda qolishga majbur qiladi. Andrew esa Millining tarafini olib, unga ketishga ruxsat beradi. Bu esa Ninani juda g'azablantiradi. Milli har oy ijtimoiy xizmatga borishi kerak, chunki u shartli ravishda ozod qilingan. Agar biror noxush xabar yuz bersa, u yana qamoqqa qaytadi. Uyga Andrewning onasi keladi va Millini tashqi ko'rinishi uchun kamsitib idish-tovoqlarni Ninadan yashirishini so'raydi, chunki Nina hamma narsani sindirib tashlaydi. Kechasi Milli va Andrew uzoq suhbatlashishadi. Andrew Ninaning ota-onasi u yoshligida vafot etganini va politsiya hatto Ninadan shubhalanganini aytadi. Ularning suhbatini Nina bo'lib qo'yadi va Millini darhol ishdan bo'shatadi. Milli yolvorib yana bir imkon so'raydi. Nina rozi bo'ladi, lekin bir shart bilan. Milli kiyinishini o'zgartirishi va Andrewga yaqinlashmasligi kerak. Keyinroq Milli dorilar qutisidan psixozga qarshi tabletkalarni topadi. Atrofidagilar Ninaning ruhiy kasalxonada yotgani va hatto o'z qiziga hujum qilgani haqida mish-mishlar tarqatishadi. Bu Millini juda qo'rqitib yuboradi. Nina va Cecilia bir necha kunga ketishadi. Andrew vaqtni boy bermay Millini konsertga taklif qiladi va ular tunni birga o'tkazishadi.
Ammo Nina qaytib kelgach, u hammasini, hatto Millining qamoqda o'tirganini ham bilishini aytadi. Uni ataylab o'tmishi tufayli hamma narsaga chidashini bilib, ishga olgan bo'lib chiqadi. Vaziyat keskinlashadi. Endryu kutilmaganda Nina bilan ajrashmoqchi ekanini va bu uy faqat uniki ekanini aytadi. Nina haydab yuboriladi, ammo hamma narsa Milli o'ylaganidek emas edi. Milli chordoqda uyg'onganida eshik qulflanganini tushunadi. Aslida Endryu haqiqiy manyak bo'lib chiqadi. O'z vaqtida u Ninani ham shu xonaga qamab qiynagan. Endryu Ninani aqldan ozgan qilib ko'rsatib, har safar u qochishga uringanida ruhiy kasalxonaga yopib qo'ygan. Nina esa bu jahannamdan qutulish uchun Endryu qiziqib qoladigan yangi qurbon, ya'ni Millini topishga majbur bo'lgan. Endryu Millini jazolash uchun o'zini 21 marta pichoq bilan kesishini buyuradi. Ammo Milli taslim bo'lmaydi. U o'tmishda do'stini qutqarish uchun odam o'ldirib qamoqqa tushgan edi. U Endryuga hujum qiladi va uni xonaga qamab qo'yadi. Nina qizi bilan birga Millini qutqarish uchun qaytib keladi. To'qnashuv paytida Milli Endryuni pastga itarib yuboradi va u halok bo'ladi. Nina politsiyaga hamma aybni o'z bo'yniga olmoqchi bo'ladi, lekin Milli uni tashlab ketmaydi. Oxirida Nina uyini sotadi va pulni Milli bilan bo'lishadi. Ular endi boshqa ayollarni ham shunday zolim erkaklardan qutqarish uchun hamkorlik qila boshlaydilar. Film shu nuqtada o'z nihoyasiga yetadi. Hurmatli obunachilar, agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, unda iltimos videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling va albatta film haqidagi fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Agar ushbu film sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, uni bizning Telegram kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Telegram kanalimiz manzili kommentariyada qoldirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Tez kunda ko'rishguncha xayr.